Infarktdagi EKG o'zgarishlarning vaqtlar oralig'ida o'zgarishi haqida gaplashib chiqamiz. Demak, infarkt klinik belgilari boshlangandan boshlab 30 daqiqagacha bo'lgan vaqtda baland, keng va simmetrik T tishchani hosil bo'lishligi, 30 daqiqadan 2 soatgacha bo'lgan vaqtda ST segment ko'tarilishi, 2 soatdan 12-48 soatgacha bo'lgan vaqtda patologik quv tishchani hosil bo'lishligi, 12-48 soatdan boshlab bir haftagacha 12-48 soatdan boshlab bir haftagacha ST segment tushishi, joyiga qaytishi va T tishcha, manfiy T tishcha hosil bo'lishligi bilan namoyon bo'ladi va bir haftadan bir oygacha bo'lgan vaqtda R tishcha tushadi. R tishcha tushishi bilan namoyon bo'ladi va manfiy T tishcha qoladi. Bir oydan keyingi holatlarda, bir oydan keyin, ma'lum vaqtdan keyin musbat T tishcha hosil bo'ladi va QS kompleksi hosil bo'lishligi bilan namoyon bo'ladi. Yana bitta qo'shimcha ma'lumot. Doimiy ST segment elevatsiyasi bo'lishligi bu chap qorincha anevrizmasiga misol bo'ladi.